Sizlarga men Abro Minecraft. Qishloqda nima gaplar? Kechagina mana shu yerga katta ikkita bino qurishmoqchi edi. Bino menimcha hali ham qurilmagan. Yaxshisi men shaharga keta qolaman. Bu qishloqdan zerikdim. Gapirma. Mana shaharga ham yetib keldim. Bu yerning yomg'irligini endi o'zimni kvartiramni topib olsam ham bo'ldi. Tak. Menimcha shu yer edi. Mana kechagina men bu yer bir odam bilan gaplashgan edim. U menga uy bergan edi. O'zini ham esda yo'q. Nima? Kechagina qani? Bu shaharga nimadir bo'lyapti. Oxir kechagina shu yerda qator zinalar bor edi. Nega shaharda hech kim yo'q? Yo'q, menimcha bu yer emas. Menimcha shu yer. Mana bu yerda ko'pgina kitoblar bor edi. Shu yerni sindirib kirsak ham hech kim yo'q shekilli. Tez. Yo'q, bu shaharga nimalardir bo'lyapti. Shaharga nimalardir bo'lyapti menimcha. Bu shahardan zerikdim. Endi bugun men jonajon qishlog'imga qaytaman yaxshisi. Tabiat qo'ynida shiytellar bilan mazza qilib yashayman. Mana yana uzoqdan bino ko'rinyapti. Bino qurib bo'linibdi. To'xtachi. Bino eskib ketganmi? Yo'q, menga nimadirlardir bo'lyapti. Axir bino nima bo'ldi? Bu mashinalar kimniki? Tuzilib yotgan. Yo'q. Nimalar bo'lib? Odamni suyagimi? Qishloqda nimalar bo'lgan? Bu yangi qurilgan bino-ku. Nega bu yerlar tashlandiq bo'lib ketgan? Ana odamni suyagini qaranglar. Ko'rsam jirkanib ketyapman. Yo'q, bu yerlar ham joy tashlandiq bo'lib ketgan. Yo'q, qishloq. Qirnay bo'lish kerak emas.
Meni ko'zimdan ko'rinyapti. Bu yerlarni sochilib yotishni. Yo'q, menimcha bu yerga zombilar kelgan. Yana zombi apokalipsi boshlanibdi.